Den Hookerga qarshi jang qiladi. U jangidan oldin intervyu berdi va Islam Makhachev haqida, jangi va rejalari haqida gapirib berdi. Intervyu juda ham qiziqarli chiqqani uchun tarjima qildik. Bitta dahshat like bosing. Yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling. Bugun yana ko'proq videolar chiqarishga harakat qilamiz. BRICS hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top matchlar, top vikeplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ссылка orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshat.m deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. Arman, sen uchun qanday yil bo'ldi? Yanvarda Islam Makhachev bilan jang bekor bo'ldi. Keyin backup bo'lib turib olding. Endi shanba kuni Den Hooker bilan jang qilasan. Hamma narsani orqada qoldirib, oktagonga kirib, raqibing bilan kurashishga qanchalik tayyorsan? Man bu jang oldidan juda ham hayajondaman. Bilasanmi, bu narsani juda ham kutmoqdaman. Kim haqiqiy birinchi raqamli pretendent ekanligini hammaga ko'rsatmoqchiman. Hayotda ko'p narsalar bo'ladi, Arman, lekin ulardan saboq olamiz. Qani aytchi, yanvardagi Islam Makhachev jang bekor bo'lgandan keyin o'zing haqingda nimani tushunding? Haddan tashqari mashq qilmaslik kerak. Mana shu eng muhim saboq bo'ldi. Demak, jangdan chiqib ketishingiz sababi ortiqcha mashq qilganingmi? Ha, men mashq qilishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun doim jarohat olaman. Endi hiking qilaman, yuraman, velosiped minaman, turli xil mashqlar qilaman, dam olishga ko'proq vaqt ajrataman va energiyamni tejashga harakat qilaman. Endi jangdan bir necha kun oldin o'zingni qanday his qilmoqdasan? Oldingi janglarga nisbatan yaxshiroqmi? Yo'q, bir xil. Oxirgi jang oldida ham yaxshi mashqlar qilgan edim. Vazn tushirish ham yaxshi o'tgandi. Endi ham xuddi shunday, hech qanday farqi yo'q. Islam Makhachev bilan qayta jang qilishingni ko'pchilik kutgan edi. Lekin endi u yengil vaznda emas, Jack Della Madallenani mag'lub etib, o'rta vaznda chempion bo'ldi. UFC 322 ni ko'rdingmi? Islomning g'alabasi haqida nima deb o'ylaysan? Ajoyib performans edi. Men haqiqatan ham shokda edim. Madallenani shunchalik oson mag'lub etdi. Bu Islomning darajasi qanday ekanligini ko'rsatadi. U hozir umuman boshqa darajada. Ko'pchilik bu jang yaqinroq bo'ladi deb o'ylagandi. Eng zo'r formasida o'zini. Ha, men hozir 170 funtda ham uni kim to'xtatishi mumkinligini bilmayman, to'g'risi. Yengil vaznda endi Illa Topuria chempion, Charles Oliveirani nokaut qilib chempion bo'ldi. Islom ketgandan keyin bu vazn toifasining yo'nalishi senga yoqmoqdami? Ha, yaxshi. Lekin men Islom bizni vazndan chempion bo'lishni xohlagan bo'lardim. Nega? Chunki u da'vogarlar bilan jang qiladi, hamma bilan jang qiladi. Lekin Ilya o'zi uchun oson janglarni qidirayotganga o'xshaydi. Shanba kuni siz o'zingizni yana bu muhokamaga qaytarasiz, ya'ni janglar haqidagi. Lekin Den Hookerga qarshi jangda o'zingiz kim ekanligingizni dunyoga ko'rsatishingiz mumkin. U siz haqingizda juda ham ko'p gapirdi. Bu jangni xohladi. Sizni muxlisingiz emas ko'rinadi va shaxsiy va professional jihatdan bu jang siz uchun nimani anglatadi? Bu men uchun hamma narsani anglatishi mumkin. Yutqizsam hamma narsani yo'qotaman. Mag'lub qilsam hamma narsaga ega bo'laman. Bu men uchun chempionlik jangi kabi. 5 raund juda ham muhim. Men bu jangda g'alaba qozonib, chempionlik jangiga chiqishim kerak. Shuning uchun juda e'tiborimni qaratganman. Qatarda birinchi face-offni ko'rdim. Nima deb o'ylaysiz? Dendan nimani ko'rdingiz? Juda sokin face-off edi. Men uni ko'zlarini ko'rmadim. U ham menikini. Ikkalamiz ham ko'z oynak taqib turgandik. Bunaqa tinch bo'lishidan hayron bo'ldingizmi? Ko'pchilik biroz ko'proq qizinroq bo'lishini kutishgandi. Yo'q, hayron bo'lmadim. Telefondan uzoqdan gapirish boshqa gap. Yuzma-yuz turganingda boshqacha gapirasan. Chunki muammo bo'lishi mumkin.
Shuning uchun odamlar ijtimoiy tarmoqlarda ko'p gapiradi. Baribir shanba kuni jang qilasizlar. Qo'shimcha gap so'z kerak emas menimcha. Albatta, bu energiyani shanba kunga saqlab qo'yishimiz kerak. Ilya yanvarda Paramountda jang qilish mumkin deyishdi. Agar shanba kuni yaxshi performans ko'rsatsangiz va UFC yanvarda Ilya bilan jang qilishni taklif qilsa, rozilik berasizmi yoki kutib turasizmi? Yo'q, kutmoqchi emasman. Agar yaxshi performans ko'rsatsam va UFC yanvarda Arman jang qilasanmi deyishsa, darhol rozi bo'laman. Paddy Pimlet bu jangni olishi mumkin degan gap so'zlar yurmoqda. U taklif qilingani va ha degani aytilmoqda. Agar Paddy chempionlik jangini olsa, bu narsaga qanday fikr bildirasan? U chempionlik jangi loyiq emas. U top 5 dan kimdirni top jangchini mag'lub qilish kerak. Oxirgi janglarda 3-4 marta yutqizgan odam bilan jang qilish kerak emas. U jang qilsa kerak Justin Gage bo'lishi mumkin yoki shanba kuni siz o'zingizni bu suhbatga qo'shishingiz mumkin. Menimcha ular siz nima qilishingizni ko'rish uchun bu jangni kutishmoqda. Gage bilan vaziyat yaxshiroqmi yoki Paddy bilanmi? UFC Paddy'ni xohlaydi aniq. Shanba kundan keyin kim jang qilishini aniq hal qilishadi, lekin 100% Gage emas. Paddy yoki men. Birinchi navbatda San va Dan Hooker 5 raund UFC Qatar katta main event. Hammasi tugagandan keyin sarlavhalar nimani yozadi? Shanba kuni nima bo'ladi? Men borib buni iloji boricha tezroq finish qilishga harakat qilaman va yanvarda yoki qachondir chempionlik jangini olaman va bunga harakat qilaman. Demak, Dan Hookerdan keyingi jangingiz chempionlik jangi bo'ladimi? Albatta. Agar boshqa yo'nalishda ketsa-chi, rozilik berasizmi yoki kamarni kutasizmi? Ko'ramiz. Shanbadan keyin bu haqda gaplashamiz. Dahshat kanali uchun tarjima qilindi. Yoqqan bo'lsa like bosing, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling. Har bir like keyingi videoni tezlashtiradi.